Umra safari juda ham arzon bo'ldi. Ha, adashmayapsiz. Umra safari juda ham arzon bo'ldi. Umra safariga borish uchun arzimagan pul kerak bo'ladi xolos endi bu yog'iga. Videoga bitta like bosib qo'ying. Bizning kanalimizga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, podpisatsiya degan tugmani bosib qo'ying. Kim bilan bormoqsiz? Niyatingizni kommentariyaga yozib qo'ying. Inshaalloh niyatlar amalga oshadi. Hozirgi paytda biz Centrum Holdings kompaniyasiga yetib kelganmiz. Vodiydagi rasmiy o'zining filialiga Centrum Holdings inshaalloh eng ishonchli turfirma deb bilaman men o'zim uchun. O'zim shu turfirma holatida ishlaganim uchun aniqroq sizga ma'lumot olib berishga harakat qilaman. Hozirgi paytda Muhammad Rasul Qorakamol dara kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qoraga, siz hammamisiz? Xo'p. Qoraka, gapni ko'p cho'zmagan holatda odamlarga aniq ma'lumot beraylik. Nimaga? Yurtdoshlarimiz, juda ham ko'p yurtdoshlarimiz borib aldanib qolishyapti. Keyin narx arzon bo'ldi dedingiz. Hozir ko'rib turibsiz $600, $500, $700 juda ham ko'p turib firmachilar shunaqa narxlar qo'yib tashishyapti. O'shunga bir aniqlik kiritib bitta video qilsak degan umidda keldim oldingizga. Endi xudo xohlasa. Qoraka, hozirgi paytda qaysi viloyatlardan reyslar bo'lyapti? Xo'p, hozirgi holatda 5 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Samarqand, Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarimizda. Xo'p, qarang, o'shalarga qat-qatlardan qaysi kunlarga reyslarimiz bor? Haftada necha martadan qaysi viloyatlardan? Xo'p, Toshkentda har seshanba va kunora. Kunora. Asosiy seshanba. Farg'onada har chorshanba kuni. Farg'onadan har chorshanba reyslarimiz bo'lyapti, xudo xolasa. Do'stlar, siz kim bilan bormoqchisiz? Shuni kommentariyaga hozir yozib keting. Chunki yozilgan narsa amalga oshmasdan qolmaydi. Shu narsaga bitta qattiq e'tibor berib qo'yamiz, xudo xolasa. Video kanalimizda yangi bo'ladigan bo'lsa, podpisatsiya bosib qo'ying. 2026-2027 inshaalloh to'liq kunda kunora ikkita yo bittadan umra sohasi bo'yicha yangiliklar chiqib turadi shu kanalda. Agar bizdan ketmaydigan bo'lsangiz ham, siz faqat yangiliklar ko'rib turasiz. Sizga shu manfaatli bo'ladi. Qoraka, Madina Munavvaradagi Makka mukarramadagi gastinisalar masofasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, Madinada markaziyada joylashgan 200-250 metr oralig'ida. Makkada Ajiyat ko'chada joylashgan 1,5-2 kilometr oralig'ida. 1,5-2 kilometr. Shunda ham avtobus yo'nalishida agar piyoda boramiz deysa 1 kilometrga bormaydi. Hozir shunda Ajiyat ko'chada joylashganligi uchun bir piyoda boraman desa 1 kilometrga bor aqabaqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Inshaalloh, xudo xolasa, Centrum Holdings kompaniyasiga men nimaga video olyapsam, men masalan o'tgan yil ham Centrum Holdings kompaniyasiga video chiqqanman. Nimasi yaxshi deydigan bo'lsa, masalalarga vaqt bersizlar ozgina shu. Biz ko'radigan yurtdoshlarimizga Centrumni vaqt bermayman. Yoqmasa ham like bosib qo'yasiz bitta. Centrum Holdings kompaniyasi, men eshitishim bo'yicha Centrum boshqarmasi Holdings boshqarmasi deb eshitganman. Centrum o'zi Rossiyaga, Turkiyaga va boshqa davlatlarga samolyotda bor ekan, uchirar ekan. Bu bitta bo'lim ekan deb eshitdim. Bu demoqchiman bitta katta bitta kompaniya. Siz ertaga mabodo samolyotda qolib ketish, Makka mukarramada qolib ketish, yo'qsa davlat ishida ishlaydigan insonlar 14 kun, 15 kunga qolib ketib qoldi, 20 kun bo'lib ketib qoldi. Men davlat ishidan ruxsat oluvdim degan muammolar bo'lmaydi inshaalloh, xudo xolasa. Qoraka, odamlar kutilmagan holatda narxlar keskin tushdi dedingiz. Qanaqasiga tushdi? O'zi necha pul edi, o'zi necha pul bo'lib qoldi hozir? Xo'p, narxlarimiz 1200 atrofida edi. Hozir Farg'ona viloyatlardan 1050, Toshkentdan $1000 bo'lyapti. Hozir Vodiydan $1050. Hozir Farg'ona demoqsiz, Farg'onadan uchadi, Namangandan uchadi, Andijonlik Andijondan uchadi. O'shunda ham Toshkentdan arzon. Masalan, hozir yo'l kira qilsa, Toshkentga borsa 200 ming borish deydi, 200 ming qaytish deydi, 400 ming, yevichar bilan 5-600 ming. O'shunda 1000 Toshkent o'zlari hisoblasa $1070-1080 atrofida tushyapti, to'g'rimi? Zapravka keladi mana. Siz o'zingiz uyingizdan chiqyapsiz, 5 kilometr anaqa boryapsiz-da, 6 kilometr, 10 kilometrdir. O'z bolangizni mashinasida borilyapti. Farg'onadan uncha Farg'onaga kelyapsiz, Andijondan uncha Andijonga kelyapsiz. Qanaqa imkoniyat bu? Zo'r imkoniyat-ku bu. O'shuning uchun do'stlar, menimcha narxlar tushirish imkoniyati bo'lsa kerak yana. Bor, xudo xohlasa. Bormi Qoraga? 5 kishi, 10 kishi bo'ladigan bo'lsa, imkoniyatlar qilib beramizmi arzonroq? Xudo xohlasa, 5 kishidan oshiq bo'lsa, bonuslarimiz bor. 5 kishidan oshiq bo'lsa, 10 kishidan oshiq bo'lsa, unga alohida. Necha pul?
o'zlari aloqaga chiqishsa bir qiziqtiramiz, xudo xohlasa. Umra Abdulvohid kanalidan oldim deb aloqaga chiqinglar. Quyidagi raqamlar qo'yib ketyapmiz. Tojikistondan bo'lasizmi? To'g'ri gapiryapman hozir, chunki videodan oldin gaplashuvdik. Tojikistondan bo'lasizmi, Rossiyadan bo'lasizmi, Amerikadan, bitta Afg'onistondan bo'lmasangiz bo'ldi. Qolgan barcha shahardan bo'lsangiz ham biz farqi yo'q. Bu yerdagi paket zarur bo'ladimi, viza zarur bo'ladimi, sayohatlarmi, 50 yosh zarur, hammasini tashkillab beradi Centrum Holdings kompaniyasi orada. Xudo xohlasa do'stlar, quyidagi raqamlar sizlar uchun qoldirib ketyapmiz. Bemalol aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlar olib, joylarni bron qilib olsalaring bo'ladi inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like, kommentariyaga omad degan so'zni yozib, podpisatsiya degan tugmani bosib qo'yishingizdan chiqmasin.